Shimoliy Koreya Rossiya Ukraina urushiga qo'shimcha kuchlar yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. New York Times gazetasining AQSh Mudofaa vazirligi yuqori martabali vakiliga tayanib xabar berishicha, Shimoliy Koreya yaqin 2 oy ichida qo'shimcha kuchlarni yuborishni rejalashtirmoqda. Nashr suhbatdoshi batafsil ma'lumot bermagan. Yanvar oyi o'rtalariga kelib, Shimoliy Koreya qo'shinlari Kursk viloyatida qariyb 4000 askarni yo'qotgan. Ulardan 1000 ga yaqin halok bo'lgan, deya xabar berdi BBC manbalariga tayanib. Germaniya hukumat rahbari Olaf Scholz Ukraina qurolli kuchlarini kuchaytirishni urush tugagandan keyin ham davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Agar Ukrainadagi urush tugasa, bu yaxshi xabar bo'ladi. Ammo hatto shunday bo'lgan taqdirda ham Ukraina uchun xavfsiz kelajakni ta'minlash maqsadida tegishli choralar ko'rishga to'g'ri keladi, dedi Germaniya hukumat rahbari. Yevroittifoq va Buyuk Britaniya Tramp boj to'lovlarini oshirgan taqdirda javob choralarini ko'rishga tayyor. Bu haqida Politico nashri manbalariga tayanib xabar bermoqda. Garchi Yevropa davlatlari AQSh bilan ziddiyatga borishni istamayotgan bo'lsa-da, bu safar ular ziddiyatli vaziyatlarga Trampning birinchi rahbarlik davridagiga qaraganda ancha yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan. Bryussel va London bir necha oydan beri ehtimoliy savdo urushi ssenariylarini ishlab chiqmoqda va buning uchun zaruriy choralar tayyorlangan, deyiladi nashr materialida. Isroil, Livan va boshqa hududlarda qo'lga kiritilgan Rossiya ishlab chiqargan qurollarini Ukrainaga topshirishga tayyor. Bu haqida Ukrainaning Isroildagi elchisi ma'lum qildi. Ushbu davlat ikki davlat duch kelayotgan umumiy tahdidlarni tan olishda muhim qadamdir, deyiladi Ukraina elchixonasi bayonotida. Bundan oldin Ukraina elchisi Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukraina Isroil armiyasi tomonidan Livan va G'azo sektorida qo'lga kiritilgan rus qurollarini olishga umid qilayotganini bildirgan edi. Biz hech qachon unutmasligimiz kerak. Rossiya 2-jahon urushida g'alaba qozonishimizga yordam berdi va bu jarayonda deyarli 60 million kishi halok bo'ldi, dedi Donald Trump. Donald Trump o'z maxsus vakili Kit Kelloggga Ukrainadagi urush masalasini 100 kun ichida hal qilishni topshirdi. Kellogg buni uddalay olishga deyarli hech kim ishonmayapti. Trump Kelloggga shunday vazifa yuklagan bo'lsa-da, Ukrainadagi muzokara jarayonini shaxsan o'zi nazorat qilishni rejalashtirmoqda, deb xabar beradi Wall Street jurnali. Nashrga ko'ra, Rossiya bilan kelishuvga erishish Trump tasavvur qilgandan ko'ra ancha murakkab vazifa bo'ladi. Trump ma'muriyati Ukrainadagi urushni bir yo'la tugatishni maqsad qilgan. Amerika ushbu mojroni yakunlash uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi, deb ta'kidladi AQSh davlat kotibi Marco Rubio. Donald Trump Rossiyaga qarshi cheklovlarni kuchaytirishni istisno etmadi. Reuters. AQSh rahbari Putin Ukraina masalasida muzokara olib borish va tinchlik bitimini imzolashdan bosh tortsa, yangi sanksiyalar joriy etilishi mumkinligini aytdi, deb xabar beradi agentlik. Trump shuningdek Ukrainaga harbiy yordam yuborishni ham istisno etmadi. Uning fikricha, Yevropa ittifoqi ham Kiyevga ko'proq yordam berish kerak. Bundan tashqari AQSh rahbari urushni to'xtatishga Xitoy rahbari Si Jinping ham yordam berish kerakligini aytdi. Uning biznikidek katta kuchi bor. Shuning uchun men unga Rossiyaning Ukraina bilan urushi masalasini hal qilish kerakligini aytdim. Biz bu haqida gaplashdik, dedi Donald Trump. Ukraina va Albaniya hamkorlik va qo'llab-quvvatlash bo'yicha 10 yillik shartnoma imzoladi, dedi Vladimir Zelenskiy. Albaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlash koalitsiyasiga qo'shiladi hamda bizga harbiy va gumanitar yordam beradi, deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Agar urush tugamasa, AQSh Rossiyaning barcha hamkorlariga, jumladan Markaziy Osiyo davlatlariga ham sanksiyalar qo'llashi mumkin. Agar kelishuvga erisha olmasak, Rossiya AQSh va boshqa ko'plab ishtirokchi davlatlarga sotayotgan barcha narsaga yuqori darajadagi soliqlar, bojlar va sanksiyalar kiritishdan boshqa choram qolmaydi, deb yozdi Donald Trump. Donald Trump shuningdek Ukraina urush haqida muhim bayonot bilan chiqdi. Men Rossiyaga ziyon yetkazishni xohlamayman. Men rus xalqini yaxshi ko'raman va radikal so'llarning Rossiya haqidagi afsonalarga qaramay, har doim Putin bilan juda yaxshi munosabatda bo'lganman. Biz hech qachon unutmasligimiz kerakki, Rossiya 2-jahon urushida g'alaba qozonishimizga yordam berdi va bu jarayonda qariyb 60 million kishi o'lgan. Endi hal qiling, bu urushni to'xtating. Bu faqat yomonlashadi. Agar biz kelishuv qilmasak, bu tez orada amalga oshmasa, Rossiyaga cheklov kiritishga majbur bo'laman. Men prezident bo'lganimda hech qachon boshlamagan bu urushni to'xtataylik.
Ukrainadagi urush oson yo'l yoki og'ir yo'l bilan tugashi mumkin, ammo oson yo'l afzalroq. Bitim qilish vaqti keldi, dedi Donald Tramp. Ukrainaga Rossiyadan o'zini himoya qilish uchun millionlik armiya kerak bo'ladi, dedi Ukraina rahbari. Agar Tramp Kanadaga 25% bojlar joriy qilsa, Kanada mahsulotlarini AQShdan emas, dunyoning boshqa davlatlaridan oladi. Masalan, Xitoy, Rossiya va Venesueladan, dedi Justin Trudeau. Tramp butun dunyo bo'ylab hukumat binolari, elchixonalar va harbiy bazalarda LGBT bayroqlardan foydalanishni taqiqladi. Ukrainada joylashtirilgan har qanday tinchlikparvar kuchlar tarkibiga AQSh askarlari kirish kerak, dedi Ukraina rahbari. Yevropalik ittifoqchilarda Putin uchun haqiqiy to'siq bo'lish uchun yetarlicha askar yo'q. Zelenskiy urushni tugatish Putinga emas, Trampning g'alabasi bo'lish kerak, deb ta'kidladi u. Tojikiston mamlakatdagi turkiy va sovetcha nomlarni taqiqlab, qishloqlar nomini o'zgartira boshladi. Nomlar forschaga o'zgartiriladi.